Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan Abubakir Safayev. Ushbu videoroligimda qaysi holatlarda Zolotay koronadagi qarzlarni o'chirib bo'lish mumkinligi hamda Rossiya Federatsiyasida ishlab kelayotgan muhojir fuqarolar nima sababdan ko'pincha zapret yoki выдворение yoki deportatsiya qarorlariga duch kelayotganligini birgalikda обсуждать qilamiz va ushbu savollarga javoblarni birgalikda o'rganib chiqamiz. Birinchi o'rinda Zolotay koronadagi qarzlarni qaysi holatlarda o'chirsa bo'ladi degan savol ko'pchilikni qiziqtirayotgan ekan va menga ushbu savollarni juda ham ko'pchilik yo'naltirildi. Tak, birinchi savolimiz qaysi holatlarda Zolotay koronadagi qarzlarni o'chirsa bo'ladi? Hurmatli yurtdoshlar, agarda sizga nisbatan qandaydir huquqbuzarliklar va Zolotay koronadan sizning roziligingizsiz, xabaringizsiz qarzlar rasmiylashtirilgan bo'lsa va bu qarzlar boshqa insonning kartasiga yoki bo'lmasam sizning kartangizga tushib, sizning kartangizdan esa boshqa insonning kartasiga o'tib ketgan bo'lsa, ushbu holatlarda tegishli organlarga murojaat qilib, jinoiy ish qo'zg'atilgandan so'ng ushbu qarorni Zolotay koronaga yo'naltirsangiz, Zolotay korona haqiqatdan jinoiy ish qo'zg'atilganligiga amin bo'lganidan so'ng sizning nomingizdagi qarzdorlikni batamom o'chiradi va kompaniya tomonidan sizga nisbatan hech qanday talablar bo'lmaydi. Ushbu holatdan keyin sizni hech qanday yo'llar bilan yoki qonunlar asosida hech qanday chora ko'ra olmaydi, sudga oshira olmaydi va hech qachon sizdan bu qarzlarni talab qilmaydi. Yana bir holat, agarda qarzdor ushbu qarzlarni o'zi rasmiylashtirgan bo'lsa, kimga yo'naltirilganidan qat'iy nazar, do'stiga yoki qarindoshiga muhtojlik paytida bu pullarni yordam sifatida olib bergan bo'lsa, kompaniya oldida qarzdorning o'zi majbur hisoblanadi va ushbu holatlarda agarda qarzdorlik 500 ming rubldan ko'p bo'lsagina Rossiya Federatsiyasining federal qonuni bor, ya'ni bankrotство haqidagi. Ushbu qonundan foydalangan holda agarda sizda RVP yoki VNJ bo'lsa yoki bo'lmasam Rossiya fuqaroligi bo'lsa, shu holatlardagina bankrotstvoga, arbitrajniy sudga murojaat qilib turib, haqiqatdan asoslari keltirilgan bo'lsa, bankrotstvo e'lon qilinganidan so'ng ushbu qarzlarni unutsangiz bo'ladi. Albatta, bu holatlarda o'zini plyuslari va minuslari ham bor. Bu narsani albatta yurist bilan yoki advokatingiz bilan maslahatlashib, o'rganib chiqib, agarda sizga to'g'ri kelsa, ushbu qonundan foydalansangiz bo'ladi. Shu sababdan sizlarni e'tiboringlarni qaratardimki, agarda siz o'zingiz qarz olgan bo'lsangiz, shu iki holatdan tashqari boshqa hech qanday holatda, hech qanday imkoniyat bilan, hech qanday ilojsiz qarzlarni o'chirib bo'lmaydi. Shu sababli imkoniyat boricha to'lash kerak yoki bo'lmasam kompaniya sudga da'vo arizasini kiritadi. Da'vo arizasini kiritgandan keyin sud ko'rib chiqqanidan so'ng, agarda siz ijroni amalga oshirmasangiz, Rossiya Federatsiyasidan chiqib ketishga zapret o'rnatib qo'yishi mumkin. Agarda siz уже Rossiyadan chiqib ketgan bo'lsangiz, sizning yurtingizga sudni qarorini ijrosini yo'naltiradi va sizning yurtingizda bu qaror tan olinib, majburiy ijro byurolariga yo'naltiriladi va ular tomonidan undiruvga qaratiladi. Menga kelib tushgan savollardan yana biri, qaysi holatlarda выдворение va zapretni ochsa bo'ladi? Hurmatli yurtdoshlar, agarda sizda qonuniy asoslari mavjud bo'lsa, albatta ushbu zapret yoki выдворениyalarni atmen qildirsa bo'ladi, ya'ni выдворение zapretlarni ochib Rossiya Federatsiyasiga kirib kelsa bo'ladi. Bunday qonuniy asoslar barcha normativ aktlarda va federal qonunlarda keltirilgan. Eng ko'p asosiy основание bo'la oladigan holatlar, agarda Rossiya fuqarolarining orasida yaqin qarindoshlaringiz bo'lsa yoki bo'lmasam Rossiya Federatsiyasida sizning mol-mulkingiz va qandaydir investitsiyalaringiz bo'lsagina, Rossiya Federatsiyasiga siz foydali fuqaroligingizni isbotlasangiz, ushbu holatlarda sud zapret yoki выдворение haqidagi da'vo arizasini ko'rib chiqib, ularni sizning foydangizga hal qilishi mumkin. Yana bir holat, agarda sizga nisbatan bunday qarorlar noqonuniy tarzda o'rnatilgan bo'lsa yoki bo'lmasam asossiz o'rnatilgan bo'lsa, ushbu holatlarda ham выдворение zapretlarini albatta yechsa bo'ladi. Keyingi savolimiz, nima uchun Zolotay korona qarzdorlarni uyiga xat jo'natadi? Hurmatli yurtdoshlar, Zolotay korona O'zbekistonga yoki Tojikistonga sizning uyingizga ogohlantiruv tarzida xatlarni jo'natadi. Agarda shu muddat ichida siz to'lovni amalga oshirmasangiz, ular sudga murojaat qilishi haqida sizni ogohlantirib
ushbu xatni jo'natadi. Ko'pchilik bu xatni noto'g'ri tushunib, sudga oshirildi, bu sud qarori deb tushunishmayapti. Shuning uchun sizga jo'natilgan xatlarni e'tiborli bilan o'qib chiqing, mazmunini tushuning va holatingizga qarab ish tuting. Va oxirgi savolimiz ushbu videoroligimizda gapirib o'tadigan bu nima uchun reyestrga tushib qolyapti odamlar degan savolimiz. Ko'pincha holatlarda odamlar patent to'lovini kechiktirishadi yoki bo'lmasam qonunda belgilangan muddat ichida trudovой договор уведомлениясini qilmaganligi sababli ko'pincha holatlarda muhojir fuqarolar reyestrga tushib qolmoqda. Hamda muhojir fuqarolarning orasida eng ko'p holat uchraydigani bu registratsiya bazada chiqmasligi va aminani noto'g'ri ishlab qolganligi sababli reyestrga tushib qolishmoqda. Agarda siz reyestrga tushib qolgan bo'lsangiz, siz darhol MVDning siz registratsiya bo'lgan rayondagi по вопросам migratsiya отделенияsiga borib murojaat qilishingiz kerak. U yerda sababi va основаниясini bilganingizdan so'ng ushbu holatni bartaraf etib, reyestrdan chiqib ketish imkoniyati mavjud. Mani kanalimga obuna bo'lishni unutmang va kommentariyada o'z savollaringizni qoldiring. Keyingi videoroliklarimizda sizning savollaringizga javob topamiz. Sizlar bilan Abubakir Safayev.